Tinchmisiz aka? Bo'lyaptimi? Assalomu alaykum. Akam, sog'ligingiz yaxshimi? Qaydi? Bu qatordagilarga javob bermayman, lekin mana shu qatordagilar agar mana shu qo'y kasal bo'lsa, kasal olmanglar deydi. Sog'lom bo'lsa olinglar deydi. Bunaqa odamlar topish qiyin. Afg'on qo'chqor. Yoshi nima? Jamshid akaniki emasmi? Jamshid akani. Assalomu alaykum Jasur Uz kanalining obunachilari, bizni uzoq yaqindan ko'rayotgan akalar, ukalar, hurmatli YouTube ixlosmandlari va kanal obunachilar do'stlar, mana bugun biz Surxondaryo viloyati Termiz shahri Markaz Mol bozoridan videorolik tayyorlashga qaror qildik. Bugun hafta kunlaridan yakshanba, 3-may 2026-yil. Bugungi videolarimiz qo'y qo'shqor narxlar bilan tanishib bo'ladi. Videolarimiz yoqsa like, yo'qmasa dislike bosishni unutmanglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yangi obuna bo'lganlar podpisatsiya qilib, like tugmasini bosishni esdan chiqarmang. Shunda biz qo'y borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasiz. Do'stlar, bizdan yiroqlashmang, biz videolarni boshladik. Xo'p, qadrli obunachilar, Termiz mol bozoriga keldik. Mana qo'ldan kelgancha narxlarni yo'ritamiz sizlar uchun. Bir savollar bo'lyapti hozir bizga. Aka deyapti, qaysi bozor arzon, qaysi bozor qimmat deyapti. Endi payshanba mol bozori to'g'risi qimmatroq, lekin sifat hammasi %90 hisori. O'zlaring ham ko'rdilaring, videosini yo'ritib ketdik. Qo'y qo'zilarga gap so'z bo'lish mumkin emas. Katta molni ham zo'r boqadi, ham respekt boqishiga ham zot boqadi. Katta molda ham ko'proq avliko, shu semental shunaqa narsa boqadi. Lekin mana bu bozorlarda mana o'zlaring ham mana bozorni ko'rib turibsizlar. Sifatsiz ko'proq bu boqmaslikda oqibatidan yoki ratsonni bera olmasligidan, molni eplay olmasligidan mana shunaqa holat kelib qolgan. Ko'p nima deydi? Jaydari ham bu yerda sifatsiz ko'p mol bor. Jaydari mollar juda ko'p. Zangda ham. Ara Sarasiyoda esa qimmatligining sababi mol sifat, ham zot. Bu yerda ko'pi jaydari shuni hisobiga narxda farq bor. Lekin o'zim hisori boqqanman, Sarasiyoda olib kelib boqaman. Ispitaniyadan o'tkazganman, tajribadan aytaman. Hisori mana shu jaydarilardan o'lsa o'ligi ortiq. Yaxshi tashlaydi soqqani ham. Uchun boqaman deganlar bo'lsa, bemalol hisori olib boqishi mumkin. Ho'kiz ham xuddi shunday ekan, uyda masalan bitta Greyford bor. Qolgani jaydari. Greyford hali ko'chat. Jaydarilar bo'lsa boqma. Boqma bo'lsa ham yem yeyishda farqi bor. Mana ular Yevropa zotlar ko'proq iste'mol qiladi, shuni hisobiga tez o'sib ketadi. Sotilayotganda ham yaxshi soqqa tashlaydi. O'shani hisobini qilib turibmiz biz ham. Mana ispitaniyadan o'tkazdik. Shuning uchun sizlarga tajribadan aytayapmizki, katta molmi, mayda molmi, iloji boricha zotidan boqinglar. O'shanda soqqani yaxshi tashlaydi. Foyda zo'r bo'ladi, qadrli obunachilar. Chunki o'zimiz boqib yuribmiz mana. Shuning uchun bemalol maslahat beramiz. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha narxlarni yo'ritamiz. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchash yo'qmi? Salomat bo'ling. Tinchmisiz aka? Bo'lyaptimi? Assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti? 7 aytilish, ha? Aytilishi 7 ekan. Savdo qancha bo'ldi aka? 58 savdosi bo'lgan. Yoshi nima? Shishakmi? Shishakka chiqqan qo'chqor mana ko'ringlar. Nech pul bo'lyapti qo'chqor? Aka, nech pul ekan, yaxshimisiz? 5,5 dan, ha? Aytilishi, to'g'rimi? O'tgan yilgi qo'chqorlar mana 5,5 dan aytilishi. Bozor qancha qildi? 5 dan bir joyga. 5 dan uchalasini bir joyda so'radi. Uchalasi bir joyga 5 dan so'ragan ekan. Mana ko'ringlar, ko'z qo'chqorlar. Nech pul ekan aka? Yaxshimisiz? 6 million aytilish, ha? Bozor qancha so'radi bozor? Bozor 54 qilyapti. Bozor 54 qilyapti. Qaysigan anajin? Jasur Uz aka. Termiz mol bozordagi chiqadi. Qayerdagi? Mesnimi, Termiznikimi? Ha, Termiz yerdan. Termizniki, Mesni ekan mana. Ko'ringlar, qadrli obunachilar. Kompaktli variantidan mana kilosi yengilidan. Boqma ekan, olib boqsalaring ham bo'ladi, so'ysalaring ham bo'ladi. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Nech pul bo'lyapti? Mana shular. 4,5 dan. 4,5 dan. Qisirmi? Baladan chiqqan. Qisir ekan mana ko'ringlar, 4,5 dan. 2 tishmi? Shishak. Qo'y mana. Hammasini qo'y. Bozor qancha qildi aka? 4 million 38 ga so'rayapti. 4 million 38 ga so'ragan ekan.
3 milyon 800, 4 milyon ekan. Ko'ringlar mana. Qo'zilar nechi puldan, brat? Hammasi bir joyda, ha? 36 dan. Hammasi Qo'chqor ekan, kelishadigan joyi bor. Mana ko'ringlar, hammasi akamizdan. Davom etamiz. Nechi puldan ekan aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Aytilish, ha? Bozor qancha qilyapti aka? 5 milyon 600 dan, ha? Uchalasi ham bitta qo'radan-da. Uchalasi ham bitta qo'radan ekan, mana ko'ringlar, qadrli o'g'nachilar. Qo'zi Qo'chqorlarmi bular? Ha, qo'zi Qo'chqor. O'tgan yilgi qo'zi Qo'chqorlar mana, qadrli o'g'nachilar. Savdolaring bersin. O'tib ketaylik aka. Mana bu yerda ham bor ekan. Nechi pul ekan aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Kayfiyati joyida. Nechi pul ekan? 9 milyon aytilish, ha? Bozor so'radimi aka? 7,5 7 bo'lib qolgan. Buni yoshi nima? Shishakmi? Qo'zimi? Chora, choraga chiqqan, ha? Chori Qo'chqor ekan, mana ko'ringlar, qadrli o'g'nachilar. Baynalda turasiz, ha? O'zimizning mahalladan. Ya, assalomu alaykum akam. Sog'ligingiz yaxshimi? Ulug'bek, tinchmisan shuni? Bo'lyapti. Rahmat, rahmat. Nechi pul deyapti buni aka? 6 dan deyapti. 6 dan deyapsiz, ha? 6 dan aytilishi. Mana bularchi? Shu bir xil. Bir xil, ha? Bozor so'radimi? Qo'chqor biroq urg'on 5,5 dan so'radi. Mana bu sovliq, mana bu Qo'chqor, ha? 5,5 dan bozor so'ragan, ha? 5,5 dan bozor so'ragan ekan. Aka, qo'zi Qo'chqormi bu? Qo'zi, ha? O'qchi, o'q qancha? 4 milyon 600 savdosi bo'lyapti. 4 milyon 600 savdosi bo'layotgan ekan o'qdi, mana ko'ringlar. Qadrli obunachilar. Qancha bo'lsa berasiz shu o'qda? Endi Ko'tarsa 1-2 so'm beraverasiz, ha? 4 milyon 600, 4 milyon 700 bo'lar beraveraman deyapti. Mayli aka, savdoyingiz bersin. Ishingizga omad, mayli. Sog'lik. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Maysiz. 58 savdosi bo'lyapti. Aytilish qancha aka? 6,5 aytilishi. 58 savdosi. Ko'ringlar mana. Qo'zi Qo'chqorlar, ha? O'tgan yilgi qo'zi Qo'chqorlar. Qo'zi Qo'chqor ko'p chiqdi lekin. Mana Botir akamiz qo'rasiga keldik. Qadrli obunachilar mana. Assalomu alaykum. Botir aka, charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Ruslan, yaxshimisizlar? Nechi puldan bo'lyapti bular aka, kichkinalari? 38, 37. 38, 37. Aytilish, ha? Kami bor, ha? Mana bu kattasi-chi? Kattasini 5,5 deyapmiz. Kattasini 5,5 deyapti akamiz. Qadrli obunachilar, mana bitta gapni aytib o'tib ketay. Mana shu qo'rani eslab qo'yinglar. Bu akalarimiz mana ko'p kishi so'raydi. Bu qatordagilarga javob bermayman, lekin mana shu qatordagilar agar mana shu qo'y kasal bo'lsa, kasal olmanglar deydi. Sog'lom bo'lsa olinglar deydi. Bunaqa odamlar topish qiyin. Telefon raqami aytinglar. Ruslan, sog'ligingiz yaxshimi? 97lik 533 16 olmuş. Mana shu raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu palatkani eslab qo'yinglar, Zilyonniy zona Botir akamizni ko'rasi. Kelaverasizlar, qadrli obunachilar, Termiz mol bozorida. Mayli Botir aka, savdoyingiz bersin. Davom etamiz. Ama nechi pul ekan? 3 milyon 200 dan, ha? So'radim bozor? 3 milyon 50 dan so'rayapti mana. Qo'zi Qo'chqorlar ko'ringlar. Tiniqlaridan mana, sifatlaridan hisori. Termizdagi mesni mana. Davom etamiz. Bu yoqda ham ikkita bor ekan. Ama yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Assalomu alaykum. Nechi puldan deyapsiz bular? To'qlimi? Yo'qligilar 3,5 dan. 3,5 dan, ha? Aytilisi ham bor. Bozor qancha qildi? 3 milyondan so'rayapti. 3 milyondan so'rayapti. Bunichi? Buni 2 milyon so'rayapti. 2 milyon 300 bo'lsa beramiz. 2 milyon 300 bo'lsa beraverasiz, ha? Qo'chqorcha. Shu yilgi qo'zi. Mana bular to'qli ekan. Mayli akam, savdoyingiz bersin. Sarvar aka nechi pul deyapsiz? 12 milyon aytilish, ha? Urug'likka, to'g'rimi? Kelishadigan joyi bor. Telefon raqami ayting aka. Telefon raqam 93lik 799 0600, ha?
Mana shu raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Mana Sarvar akamizda hisor izi bor. Urug'likka nechta deslaring qilib beradi. Mayli aka, savdoingiz bersin. Afg'onni ko'raylik. Afg'onmi uka? Sog'ling yaxshimi? Nechta pul deyapsan? Va alaykum assalom. 20 aytilish, ha? Aytilishi 20 mana. Afg'on qo'chqor. Yoshi nima? Panji. Bozor qancha qildi? 15,5. Bozor 15,5 qilgan. Mana ko'ringlar. Urug'likka mana. Afg'onga qiziqadiganlar bo'lsa, Jamshid akaniki emasmi? Jamshid akaniki, Jamshid akamizniki. Zot bilan shug'ullanadi akamiz. Telefon raqami ayt uka. 99lik 354 0719 ha. Mana shu raqamga aloqaga chiqaverasizlar mana. Dumbar aslislari ham joyida, endi ozgina pastga tashlagan, lekin afg'on qo'chqor. Beli uzun, qavurg'asi yo'g'on, mana ko'ringlar. Afg'onga qiziqadiganlar bo'lsa, aloqaga chiqib savdosini qilishlari mumkin. Ya assalomu alaykum. Ukam yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Nechta puldan deyapsan bularni? 4,5 dan ha. Kattalari to'g'rimi? Aytilishi 4,5. Bozor qancha qildi bularda? Aytilishi ko'lari 4 milliondan bo'ladi. 4 million. Ana bularchi sut qo'zilar. 19 dan ha. Bozor qancha qildi? Qaysini? Mana shu kichkinalarni. 4,5 so'raydi. Ha? 4,5. 4,5. Qaysini? Ha, 3 ta mayda. Ha, 3 ta maydani bir joyda 4,5 qildi. Ha, shunday dedi. Qo'rqitib yording. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Rahmat, o'zingiz uchun. Mana bular uka bunday turdi. Bular necha puldan ekan? Bular 27 dan bo'ladi savdo. 27 dan bo'ladi. O'yin qo'chqor. Bittasi ham qo'chqor ekan. 27 dan savdo. Qaysi? 3 milliondan aytilishi ekan. O'zimiz aka xonimizniki. Ko'ringlar. Telefon raqami ayting bersizlar aka. Ha, mana aytadi. Ayt. 70lik 023 70lik 023 2199. 2199. Mana shu raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Mayli savdoying bersin. Mayli beysizlar aka. Mana bu yoqda ham bor ekan. Qo'chqorlar zo'ri. Nechta puldan bo'layotgan ekan uka? 6,5 dan aytilish ha? Yoshi nima aka? O'zi aka. Qo'zi ha? O'tgan yilgi qo'zi qo'chqorlar. Bitta kattasi bor u. Mana Qashqani aytyapsizmi? Shishaga. Bozor qancha so'rayapti aka? Kattasi 7 million so'rayapti. Kattalarni 7. Ular 5,5 million so'rayapti. Kichkinalarni 5,5 dan kattasini 7 million ha? Shishagida aytyapsiz-da. Orqa tarafdan tushiramiz. Ko'ringlar. Qayerdiki bu? Shahardagi Mesni ha? Termiz shahar Mesni ekan, mana ko'ringlar. Qadrli obunachilar. Bitta mana shu shishaga ekan, qolgani qo'z qo'chqor ekan. Mana qurbonlikka. Mana shunaqalardan olsalaring tayyorlaridan ekanda. O'ta zo'r ekan. Qavurg'alari yopilgan mana, suyaklari yopilgan, zo'r holatda. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Nechta pul ekan echki, ona bola, yaxshimisiz? 3,5 aytilish ha. Bolasi takacha ha? Urg'ochimi? Urg'ochi ekan. Bozor qancha qildi aka? Bozor 3 qildi. Bozor 3 qildi. Bozor 3 qilgan ekan. Nechta pul ekan uka sog'liqlar? 6,5 dan ha? Qisirmi? Bozor qancha qildi? Bozor 57 dan so'rayotgan ekan, qisir ekan. Tushiramiz, sizga ham o'tamiz aka. Nechta pul deyapsiz? Kattani. 4,5 ha? Bozor qancha qildi? 1 so'rayapti. Bunisinichi? 3,5 deyapti, qiz so'rayapti. Shu yilga kechki qo'zi, shu yilga ertachi qo'zi, mana ko'ringlar qadrli obunachilar. Qancha so'rayapti? 3 so'rayapti. 3 so'rayapti. Mana bularni-chi? Hammasi qo'chqor ha? 32 so'rayapti. 32 so'rayapti buni. 40 so'rayapti. 40 bermayapti. Bu ertachi ekanda, suyak yirik. Qo'chqor qo'zi mana shu yilgi ertachilardan mana ko'ringlar qadrli obunachilar. Qani vakamiz oldiga o'taychi. Aka nechta pul bo'lyapti sizlarga? Aytilishimi, savdosimi? Savdosi 38 dan bo'layotgan. Aytilishichi? 4,5. 4,5 aytilishi mana ko'ringlar. Qo'chqormi, urg'ochimi? Qo'chqor ekan.
Chiqardik aka. Davom etamiz. Necha puldan ekan qo'zilar? Nima deyapsiz? Hozir aka nima narsa? 4,5, 3,5. Mana bu katta 4,5. 4,5 ha? Bular ertachilarda ha? Mana shu yilgi ertachi qo'zilar mana ikkita sariq suyak yirik ekan. Jo'ra sog'ling yaxshimi shuni? Kayfiyat joyidami? Rahmat. O'zing tinchmi? Bozor qancha so'radi shu ikkalasini? 8 so'radi. 38 dan. Donasinimi? Donasini 38 dan so'ragan ekan mana. Ko'ringlar qadrli obunachi. Mana bu kichkinalarni-chi? Kichkinalar 2700 so'rayapti. Kichkinalar 2 million 700 so'rayotgan ekan mana ko'ringlar. Aytilishi qancha kichkinalarni? 3,5 dan ha? Aytilishi 3,5 dan ekan mana ko'ringlar. Bu yoqda ham qo'chqor bor ekan, o'tamiz. Assalomu alaykum. Necha puldan ekan aka bu oq qo'chqor? 47 bo'ldi bermadi. 47 ga bermadi-a? Savdosi 47 bo'lgan ekan, bermagan ekan akamiz mana ko'ringlar. Oq rangligidan ko'zi qo'chqor o'tgan yilga. Qancha bo'lsa berasiz aka buni? Tepaga chiqsa berasiz-a? Tepaga chiqsa beraveraman deyapti aka. Nech pul ekan uka? 45 dan aka. Mana bu 6,5 nariga 45 ha? Aytilishi, to'g'rimi? Bozor qancha qilyapti? Mana buni 5, mana buni 4 qilyaptimi? O'tgan yilgi qo'zi qo'chqor ekan. Birinchi turganini 5, narigisini 4 qilayotgan ekan, ko'ringlar mana. Aka, qo'lingizdagi necha pul ekan? Sog'lingiz yaxshimi? Charchashyapmi? 5,5 dan so'rayapti. Aytilishi qancha? Aytilishi 6 ekan, 5,5 dan savdosi bo'lyapti mana. Bular ham qo'zi qo'chqorlar tayyor ekan, qurbonlikka. O'zi hamma olib chiqibdi-da bugun ha. Bu yoqda ham bor ekan mana. Necha puldan ekan ular? 6 dan 6,5 manga chori qo'chqorlar. Chori qo'chqorlar ha, 6 dan 6,5 dan. Bozor qancha qilyapti ularni? 6-5 qilyapti. 6,5 dan ekan. Akamda o'tiringlar. 6-5 qilayotgan ekan. 6,5 dan aytilishi ekan. Chori qo'chqorlar ha. Chori qo'chqor ekan. Shularda ham bor ekan. Akamda o'tiringchi. Necha pul deyapsiz buni? 6,5. Aytilishimi? Aytilishi 6,5. Qo'zi qo'chqormi, shishakmi? Shishakka chiqqan ha? Shishakka chiqqan ekan mana ko'ringlar qadrli obunachilar. Bozor qancha so'radi aka? 58 buni savdosi, to'g'rimi? Buchi 5,5. Ha, shunday deng-da. 6,5 dan ekan qadrli obunachilar. Akamiz ham chalkashtirib tayladi. 58 birinchisi, narigisi 5,5 ekan savdosi mana. Shishak qo'chqorlar. Mana bu yerda ham qo'zilar bor ekan. Qancha so'rayapsiz? 33 dan. Egasi qancha deyapti? Qancha deyapsiz aka? 33 dan beryapti, 32,5 dan so'rayapman. 50 mingdan. Ha, siz so'rayapsizmi? O'rtada 50 ming qopti-da, ha? 33 dan ber deyapti egasi, 32,5 dan akamiz so'rayapti mana. Qo'zi qo'chqorlar. Shu yilgilar. Mana ko'ringlar. 4 dona ekan. Qaysi kanal aka? Jasurus. Necha pul ekan aka? Sog'lingiz yaxshimi? 6,5. 6,5 ha? 6,5. Aytilishi, to'g'rimi? Aytilishi. Bozor qancha qilyapti? 62. 62 qilyapti bozor mana ko'ringlar. Qadrli obunachilar mana. Tiniq ekan badani ham. Davom etamiz. O'tib ketaylik akam. Necha pul ekan? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qo'chqorlar necha pul ekan aka? 8 millionga qo'zi qo'chqor. 8 milliondan. O'tgan yilgi qo'zi qo'chqor, to'g'rimi? O'tgan yilgi qo'zi qo'chqor 8 milliondan ekan. O'tinglar akalar. Tilingizda turibmiz hozir. Mana sal orqaroqdan tushirmasak kameraga sig'mayapti. Aka, bozor qancha qildi? Bozor 7 dan so'rayotgan ekan donasini, mana ko'ringlar. Davom etamiz. Mana bu 5 million deydi. Necha pul ekan bular? Yaxshimisiz? 4,5 deyapsiz akajon. Sog'liqmi? Sog'liqqa ya. Qisir ha? Qisir. 4,5 aytilishi. Yakkan qo'zilar, ona bola emas ha? Qo'zilar yakka ekan, ona bola emas ekan. Bozor qancha qildi buni?
4 qildi. Bularchi Ular 4'ten deyapman. Aytilishi. bozor so'radimi? Bu 300'den so'radi. 3 million 300 dan so'ragan ekan. Qo'chqormi? Qashqa urg'ochi mana bunisi qo'chqor ha. Ko'ringlar mana. Narxlarni ko'ryapsizlar. Boshqa bozor bilan solishtirasizlar. Soat ketardi. Qo'lingizdagi nechi pul ekan aka? Narxini ayting. Siz tushmaysiz. 6 ha? 6 deyapti. Bozor qancha qildi? Bozor 4.5 qilyapti. Bozor 4,5 qilayotgan ekan. Siz qo'lingizdagi nechi pul aka? 3.5. Qo'chqormi? Nechi pul ekan? 3,5 ha. Savdosimi aytilishimi? Aytilishi. Aytilishi 3,5 ekan ha. Bozor qancha qildi dedingiz? 3 qilyapti. Bozor 3 qilyapti. O'tgan yilgi qo'zi qo'chqor bu ham. O'tgan yilgi qo'zi qo'chqor. Kompaktni yo'qsizroq variantidan mana ko'raverasizlar. Mayli, savdolaring bersin. Qaysi baraka bo'ldi? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ikkalasi qanchaga baraka bo'ldi? Assalomu alaykum. 6 milyon 950. 6 million 950. Baş 7 million ekan-da. Qo'chqormi? Urg'ochi ko'yi. Ikkalasi ham urg'ochimi? Ikkalasi ham urg'ochi. Ertash qo'zilardan ekan. 6 million 950. Salkam 7 million ha. Bular nechi pul aka? Bularni 3 milyon 600'den deyapti. Bular ham urg'ochi ha? Bular ham urg'ochi. 3 million 600 dan urg'ochi qo'zilar mana. Aytilishi to'g'rimi? So'radim bozor. So'rayapti. Qanchadan? 2 milyon 900 so'rayapti. 2 million 900, 2 million 800 so'rayotgan ekan mana. Ko'ringlar. Qadrli obunachilar. Besh yarimdan so'radim tog'a. Qanchadan so'radi ekan? 5 million 600 dan so'ragan ha. 5 million 600 dan so'ragan ekan, bermagan ekan. 6 dan bo'lsa beraman deyapti. Kimdan? 6 dan bo'lsa berib yuboraman deyapti tog'amiz, mana ko'ringlar. Bular ham o'tgan yilgi qo'zi qo'chqorlar ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchash yo'qmi? Tinchmisizlar? Nechi pul bo'lyapti? Rahmat, rahmat. Har xil aka 3,5 dan 4 million 200 gacha urg'ochi qo'chqor shunaqa Aralash ha? kelishtiriladi. Kami bor ha? Kami bor. Bozor ham o'qiriladi, suyuq chiqib ketdi. Qanchaga baraka bo'ldi aka? Qanchaga baraka bo'ldi? 35 danmi? Nechisi? Bittasi qaysi biri? Kattasi suyak yerigimi? 35 ga baraka bo'lgan ekan o'sha suyagi yeriga, qadrli obunachilar. E'lon shu akamiz oldi 35 ga. 3 million 500. Yaxshimisizlar? Qaysi birining savdosi bo'lyapti? Hammasi savdosi bo'lyapti. Nechi puldan bo'lyapti aka? 28 dan so'rayapti, 2,5 dan so'rayapti. Uni qanchadan so'rayapsiz? 2,5 ga. Uni ham 2,5 dan so'rayapti. Mana shu yilgi qo'zilar. Ikkalasi 5 million ha? Ha, ikkalasi 5 million so'rayapti, berilmayapti. Ko'tarsa berasizmi? Ko'tarsa beramiz. Aka sog'ligingiz yaxshimi? Charchash yo'qmi? Tinchsiz. 5 millionga ikkita qo'zi mana shu yilgi. Qo'chqormi? Urg'ochi ikkov. Ikkalasi urg'och. Mana bular qo'chqor ha? 5 million so'ralyapti. 5 milliondan ko'tarsa berib yuboraman deyapti akamiz. Mayli, savdolaring bersin. Davom etamiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Labayta. Ha, ko'rdim. Ha, ko'rdim. 4,5 Kattalar 4,5danmi? Sherist aka. Maydalarichi? 3 million 800. Mana ko'raverasizlar. O'tgan yilgi qo'zi qo'chqorlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Jasuruz, Termiz mol bozorida chiqadi. Alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Mana xaridorgir qo'ra. Sherist akam qo'rasi doimiy holatda mijoz bo'ladi, savdosi zo'r bo'ladi. Kelaverasizlar. Mana bozordan kirgandan shundaygina chap qo'lda. To'g'ridan kirib kelasizlar mana. Zo'r qo'ra, savdosi zo'r.
Mayli, Sherzod aka. Jaskada. Sizgoma. Davom etamiz mana. Mana o'zi mana bu qo'rada ham zo'rlari bor ekan. Shqorima kalon menga. Mana qadrli o'rnashlar. 3 million 700 dan deyilyapti. 21 dona qo'zi qo'chqorlar shu yilgilarida 3 million 500 dan hammasini bir joyga so'ragan. Mana bu narxini bilmaymiz, lekin mana bu yerda 6 tish qo'chqor bor ekan, 12 million deyilyapti. O'ta semiz ekan, mana dumbalari ham osilib qolgan. Mana ko'ringlar, ko'zilar. 4 millionga sotdim. Bir xil tipda. Ha, 4 millionga. Mana qadrli obunachilar, qo'y qo'chqor qatordagi videoroligimiz o'zini qo'yasiga yetdi. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosishni unutmanglar. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.